hayotda o'zini hurmat qilmaydigan, ota-onasini hurmat qilmaydigan, birinchi o'rinda o'zligini hurmat qilmaydigan inson birovi primo efirida ham, kommentariyasida ham negativ qoldiradi-da. U hayotdan nima deydi, bir ma'no, hayotdan bir yashashga anaqasi yo'q. Bir bezdelnik insonlar bo'ladi-yu. O'shanaqalar birovni kommentariyasiga kelib dilozorlik qilib ketadi. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Voy, rosa pastlab qolib ketdim. Rosa sog'inib ketaver, rahmat. Mana ismim Sayyora opajon, shu qo'shiq. Xudo xohlasa. Xo'sh. Voy, yana semirib qopsiz deyishadi. Semirib qopsiz demanglar, iltimos. Ozami? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sizni anchadan beri ko'rmadim. Sumiyaxon, biz shu yerdamiz. Voy, rahmat, opa, semirmagansiz-ku, go'zalsiz debdi. Aynan, rahmat. Xo'sh. Sagdiana, asal senim mana. Aynan. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Voy, Munisaxon, tanidim sizni. Voy, muncha profilingiz ko'p. Muncha profilingiz ko'p sizni. Sagdiana. Mashinangiz zo'r ekan, nima ish qilasiz? Ha, bekorchi bo'lsam. Hech nima qilmayman men. Mashina ijod toshimiki? Sochingiz uzunligi yaxshi edi, kesmang. Endi ayrim sabablarga ko'ra kesib tashlashga majbur bo'lganman. Xudo xohlasa kesish niyatim yo'q. O'shancha o'stiribman. Kestirmayman. Cho'lkamni ham kestiruvdim. Bekor kestiribman deb o'tiribman hozir. Boyingiz necha? 170 mi? 165 boyim. Bu gap yo'q, yoryapsizlar. Rahmat. Shunday chiqim, chiroyli gaplardan yozinglar. Semirib ketibsiz. Bunaqa bo'libsiz desangizlar, men stressga tushib qolib yana yeb qo'yaman-da ovqat. Buna demanglar. Hozir ham mana bir ikkitasi yozibdi. Semiribsiz demanglar, iltimos. Va bunaqa negativlikka e'tibor bermang. Siz menga yoqasiz. Siz juda yaxshi ko'raman. Voy, rahmat. Ay, Xudojon. O'zingga shukr. Xo'p. Konsert xudo xohlasa buyulmasi endi keyingi yillarga deb turibmiz qani. Baribir biz emas, Xudoning aytgani bo'ladi-yu. Endi bandasi plan qilib, reja qilib, lekin baribir Xudoning aytgan kuni bo'ladi. Nima bo'lsa ham. Voy, menga telefon bo'lib qoldi. Hozir yana qaytib kiraman efirga, menga telefon bo'lib qoldi.